hozirgi vaqtda shunday yana ko'p savollar shifokorga ko'p beriladi. Ko'p menga ham shu berilgan, doktor deydi, shu ovqatlanib yotuvdim deydi, falon ovqatni yevdim, qizarib ketdim, butun qizib ketdim, butun toshmalar toshib ketdi, o'zimni noqulay ahvolga tusha boshladim deydi. Haqiqatda har bir mana yildan yilga ovqat turlari ko'payib boryapti. Odamlar me'yoridan ziyod ovqatlanishga o'ta boshladi. Shuning uchun mana ertalabki nonushtami albatta mana diyetolog shifokorlar tavsiya etganday ovqatlanish, tushlikmi xuddi shunday. Mana kechqurungi ovqatni albatta eski ota bobolarimiz ham aytgan, juda kam, me'yoridan ziyod bo'lmasligi kerak deb. Bu noto'g'ri, haddan tashqari tanaga nagruzka berib, o'tkir shirinliklar, juda o'tkir, mana achchiq, sho'r taomlar, juda ham yog'li taomlar ko'p iste'mol qilish ham, ayniqsa biz dermatologlar kuzatganmiz, terida juda ko'p umumiy olganda allergik kasalliklarning kuchayishi, sochlarda ham muammo bo'lishi, ko'pgina terida dog'larning kuchayib ketishlarini juda ko'p kuzatganmiz. Shu uchun har bir inson o'zini kelib chiqish holatiga qarab, muhitiga qarab, tanasiga qarab ovqatlanishlarini yo'lga qo'yib, o'zini qolipga sola olsa, u o'zini uzoq umr ko'rishi, ko'pgina mana shu yuqorida aytgan kasalliklarimizga chalinmasligi sabab bo'lishi mumkin. Men o'ylayman, doim o'zini ichki mana jigar oshqozon ichaklarini holatiga qarab, o'ziga yaxshi hazm bo'ladigan ovqatlarni tanlab, e'tibor berib, me'yoridan ziyod bo'lmagan holda tanovul qilganda o'zini sog'lom turmushini, hayotini, umrini uzaytirgan bo'lar edi.